Hoş birga ketyapsiz baliqlarga. Endi arin o'lolmaysanda endi, ari qo'zganda endi. Aqara bo'lib chiqdi-da, ha? Adaymi? Yangi kun, yangi ov. Chislar nechisi bugun? 19-avgust. 9-avgust. Ertaga o'tdi. Ovga ketyapsiz, xudo xohlasa. Porloq yo'l savqosiga ovga ketyapsiz, xudo xohlasa. Ana, xudo xohlasa, qilla tekkanlardan bo'lsa bir ular videoda. Mana bir bag'ri makkaga qaynatib olganmiz. Свежий, issiq, salgan. Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun 2026-yil 19-avgust. Ovga keldik mana. O'sha joy har doimgi joy. Chumolizor degan joydamiz. Oltilardan o'tib keldik, endi joylashamiz, xudo xolasa. Narsalarni to'g'rilab. Suv yaxshi, zo'r suv. Suv mana ajoyib. Mana saman to'ylar yurtdi bu yerda o'tlab. Makkalar zapas bilan olib keldik. 2 kun shu yerda bo'lamiz, xudo xolasa. Shuncha Makkaga qarmoqlarni tashlaymiz endi. Taklovkalarni xudo xolasa hammasini joylab boramiz. Yaxshi natijalar qilishga harakat qilamiz. Kuzatishda davom eting. Kelib joylashib, xudo xolasa, endi kechga shashlik chaqlaymiz. Dalada issiqqina ketadi-da ko'lacha bilan. Azamasi. Makkalar sipamiz endi hozir. Hadi sazanni qo'ramiz, o'zimizda ham o'qiydi. Kelganimizdan 3 ta paklovka bo'ldi. Bittasi ilmadi, ikkitasi ilmadi, bittasini oldik, maydaroq, yarim kilo 700 gram. Endi shu bilan kechqurun karmet qilamiz, kechqurun bo'lsa video qilamiz, kattaroq bo'lsa. Yemasa shu bilan ertalabga ko'mirchalar yo'q, mana 2 kishilik qo'racha. Meni qo'racha palatkalarni joyladik. Qarmoqlar tashildi. Kechqurunlikka endi Hayslarga düşkan uramayın bir şey oldu da. Maliye kuşlasam hiçke karas parasda. Baka koyamar, çekirtke. Ertalabga balkim yoqqa baqa tushib qolar. Assaqa bor mana, assaqa. Ye, shashliklar bor, kelinglar, shashliklar. Ha, shashlikchamiz pishyapti. Buni kuchi bilan keyin baliqni ushlaymiz-da. Shashlikka kelinglar. Hadi bilan ta'mini chiqarishda o'lsi bo'lganda edi videoga. Kelajakda chiqarishni va yangiliklar.
to'rtta parishka sig'ar ekan qo'rachamizga. 6 2 parish. kishilik mini qura. Kishilik. Jazirlashini qara, mana o'chqagan paytdan ketadi-yu. Shashlik tayyor bo'ldi mana. Akilinglar. Qorin to'qlayapmiz. Buni ham birga ashtiradi. Ham baliqlar, ham mayovka. Shunday. Buni bilgan biladi, dedi-ku. Gashtini bilgan bo'ladi. Dalaga kelib faqat maqsad baliq ushlash emas. Ayobga chaqilib dam olib yutish. Kelinglar shashlikga. So'k sachrab ketyapti-ku. Bittalab qo'chirganimizdan keyin mana urdi. Oho, tirishad biletku. Bul ke. Kadrda o kadrda. Ha. Baliq yaqinlashganda haqida qolasan. O'sha nemis kachishkalari. Oh. Karma ettik şunu bulayım. Abid hoş bitmez. Valni qilyapti-ku. Dumchalarini qara, alurang bo'lib ketgan. Oh, ana. Uyaga kirdi. O böyle shunday aytdi. Shunday. O sazancan, ulan suyumuz-ku. Ancha jo'ni bor. Nimaga Makkaga o'ldimi? Makkaga o'ldimi? Makkaga o'ldi, suyumuz sazanchik. İngilizceler ders ya. Sarıya gittik. Shunday aytdi abi. Arqamaga ketaveribdi-ku. O'ldi, akula. Oo. Çok da şey zingir. Kakashgacha tushib qolibdi. Yaxshi.
Yo'q, ko'tarasan. Pastga bos. Qanday ko'tarasan? Assalom. Trofey! Ikkani endi keldi mana. Trofey sazanlar olishni boshladi. Qani eski vaqtga. Gap yo'q. Makiyajni ko'rsatib qo'ygan. Uni chiqargan ekanda. Koreyska makka yegan keldiman. Uni chiqardi. Shu dindir qilib o'tgan ko'bi. O'n turg'izdi. Hali. Talabga 3-pakilovkami? 3-sini bittasi qo'chib ketdi. Yaxshi. 1,5 kilo bu, ziyot ham. Ziyod 2 kilo atrofi. 2 kilo chiqmasa 1 kilo 800 shu atrofi garantiya. Gap yo'q. Bundan qiziqlari hali o'ldinda. Mana pakilovka bo'ldi. Azizbek pakilovkasi. Shuncha qochirdi ana endi bitta pakilovka. O'zi tayyor bo'ldi. Sal botiring. WhatsAppga o'qilasanda ko'tarib olaman keyin. Patsak salsa. Ko'taring. Shoshma. Trofey! Oxiriyam o'ldi. Hobiyam normalni bo'lgan ekan. O 5 qochganmi deyman-da. Ya emas. Bu boshqacha mana so'yago'kka. Bo'lagan-ku. Ko'ngilni cho'ktirma deyman-ku o'sha. Qochirur jonga tegdi. Bitta berdi, zo'ridan berdi-da mana. Senga shukr. Alhamdulillah. Shunaqadan 4 ta olsang, kechgacha yetadi senga. Boya sanka o'xshab mashina ilgan ekanda shu yerdan. Davsh eshitilmadi 4 kan. Nariqacha sudrab tashlabdi-da. 4 tashlabdi. Voy, mana qara. Bor. Kilalar bor. Ha. Chiqadi kilalar. Semizlikmi qara? Sazarlar ovqatga kiritdi-da. Mana. Tushuncha aytdi, zo'r tushadi bas. Kayfiyat qanday endi mana? Kayfiyat ana endi ko'tarildi-da. Ana endi qo'rqmay jangga chiqib olamiz. Yaxshi. Odillarga omad. Biz davom etamiz hali. 1,5 kun vaqtimiz bor, xudo xolasa. Mana hozir chiqqan sazan tortamiz qani, necha kilo chiqar ekan. Ko'rinyapti, ha? 1 kilo 850, past 1 kilo. Yaxshi, 2 kiloga yaqin ekan. Bitta balachasi ham tushdi orqasidan. Qo'yib yuboramiz. Cho'xonadan chiqqan sazanchalar. Semiz sazan ekan. Zo'r ketyapti, soat 10 bo'ldi. 6 tami pakilovka bo'ldi. Cho'lov ketyapti-ku sazan.
Soat 2:30 bo'libdi. Haqiqiy trofeydan oldik. Hayotdagi eng katta trofeyim bo'ldi-yu. Sani rekording shu bo'lyapti. Agar 3 kilodan ziyod chiqsa rekordim bo'ladi. Hozir onlayn syomka qilmadim, qo'chir qo'ymaylik deb. Udardan chiqibdi mana. Voh. Sazanni qarasa sariqligan. Tortamizmi? Kuttirib. Bitta berdi da. Oxiri tushdi asali. Qoqa bitta urdi o'zi ham. Asali. Ha, torteli ha. 3 kilolar bor, ziyod bo'lmasa. Zullatgan qarada, mana zuzz. Ha? Voy toshni. 3 kilo. Toshni 3 kilo ekan. 3 kilomida rekording? 3 kilo emas, 2 kilo 700 mi, 2 kilo 800 edi. Eng katta bo'lgani. Ha, bu katta. Trofey. 3 kilolik sazon olayman. Yaxshi olib ketyapti. Qolgan joylab boramiz. Adrenalin kuchi sig'maydi. Bugungi kunda planni bajarib bo'ldingsa, davom etamiz. Mana arqonga bo'ylaymiz. Qani shularqamda ko'tar qamdaqasiga. Sarlavhaga qo'yamiz-da, YouTube sarlavhasiga. Ne bir bitiga. Bundan Mana shunday. Voy. Tor. yumkam qo'ysan, ha? Chiqarib tashlabdimi? Tashlabdi-ku. Ha, normalniy yo'q. O, joni bor-ku. O'rtaga tortishida. Mana qara. Okilor. Ha, ziga okilor. Charchat okilor. Shuyda qavahmalik bo'lsa, to'lasa. Barkalarni sabzi yo'q. Yerdan baliq chiqarmadingmi deymi hali? Suvagan. Oyoqdan. Suvagan oyoqdan gancha. Hadi bitib ketdi. Ko'rinsa qanaqa? Ayağın tay. Suv. Balçık ehtiyot bilasa. Ko'rinadi. Görüş görünüyor fakat. Ha, Barkalar. Yukarı mesela. bir kilolik Sen sazan. otur orası. Bir kilolik sazanlar minsimay qo'ydik dedi. Tamam. Sakra kırılırken. Ha. Bir kilolik sazanlar minsimay qo'ydik. Katta sazanlar cho'rganda. İyi, yo'q mu? İyi. Ana o qizg'in ketmoqda hali ham. Tumpaloq sazanlar. Sazanlar vafshim semiz, ovqatga tarmashib yotdi. Qon. Şuradan alayım.
chuqurda. Pokilovka, navbatdagi pokilovka bo'laman. Kechga tomonga. Shuni fruksiyoni o'sha yergacha eshitirdimi? Ha, shuni urdik-ku. Bo'shatib yubordik friksion. Tegmay turdi. Bo'shmi yo'q? Omadli joycha edi sher. Kattami? Shoshma. Katta bo'lsa videoga olamiz. Ha, normalniy o'xshaydi. Yaxshi yuramiz boshqa. Kelishini qara. Tinka qildi-da. Anandan keyin tortdik-ku, jillat. Zasib qilmading? Sarchasin, shunga ko'ra. Oo, normalniy ekan. Katta ekan. Ziydam. Qamishga tiqmasin. Tut bu. Ziga qarab kirmoqchi bo'lyapti-da. Urindimi? Ash 1,5 kilo bor-ku. Ha. Ha, ko'rindi. Bunda kelasan. Ko'rindi. Obeydi. Ben oturup duramam. O, 2 kilolar bo'ladi. Oturup duramam, ustiga o'kkilasan o'zing yaptimi? Qamish bu, qamish az. Ehtiyot bu qamishdan. Harmoy o'zingki sal oldidan o'tkazib olding. Shoshilma qizgina, shoshilma. O. Qamishga tiqibsan, qamishga. Давай. Charchadi. Okey. Nasıl çıkar buradan diyorsun? Yerde.
Charchadi, ko'tar. To'xta. To'xta, liskaga alashib qol, jim tur. Yana patsakka alashib qol, patsakka. Chiqdimi? Mana yaqinlagan payt sal kallasini ko'tar, o'zing olib olaman. Yo, tortgin, sen mana kallasini ko'tar. Ana shu kelgan payt kallasini ko'targin. Ha. Qani ko'rim men. Trafi. Ikkinchi trafi mana. Katta ekan, suvda kichkina ko'rinadi. Charchat ko'ramiz. Katta ekan, katta. 2,5 kilolar bu. Abi 3 kilolarmidi? 2,5 kilolar bu. Trafilar makonimi deyman, bera. Ne bo'ldi? Oh, mashina degan ekanda. Yaxshi bilgan ekan. Yillat bordik. Qani? Ko'tar qani. Azaka qo'yniga aka. Sazanjonda. Mana buni adrenalin desa bo'ladi. Kechki pakilovka. Makina yerdan to'pali qo'yuvdim-da. Yo'q. Beramasa shunday bo'ladi-da o'zi. Kurchakka qo'yamazsan. Sazan chiqardik. Orqasida ikkinchi pakilovka bor. To'rt. Abi sazan o'ldi. Orqasidan urdi mana siras. To'rt. Oqa. Yugurib keldi o'sha. Ha. Joni bor? Shoshilma. Ko'rsatsin ham. Ko'rqamiz, qanday kattamiz. Ana kattamiz. Ko'p qiynamay chiqara olarman. Qiynamadim. Ha? Chiqib ham ketdim. Haqqimcha shosh ketaysan baliq tashab. Chiqib ketdi-ku. Ana hozir bitta urdi. Ikkinchisi mana orqama ketdi. O udar bo'lyapti. Zaga tushib ko'rdim. Alaqqa tushib. Cho'klar bilan qilib. Hozir uzib tashlagan pavda o'tmab. Nima deydi ona otdi? Egizib. Ha, sapojniklar haqida. Kecha safar uzib tashladi. Nimaga baqaga o'ldi-da? Baqaga tushibdi. Ha, kecha katta kurchoq bo'ldi. Xitoy kurchoqmi? Xitoy kurchoq. Mana shu laqqa tushdi. Ha. Ikkinchi kunimiz boshlanishi yomon emas. Shunda. Xudo xolasa jang oldinda.
Ana yig'im terim ishlari. Ana 10-chi. Oh. Assalarim man. Janja qilishini qara. Bugun 21 mi? 21 avgust. Oh, ikkilali. Joni bor. 2 kilo shu atrofda. Asal. Amur ana 3 kiloli. Amur joni silab yegan-da, bo'ylab qo'yishini o'lib qolibdi. Bitta laqqa bordi, u ham o'lib qoldi. Tomog'iga tiqilgan ekan kurchuk. Ha. Halagunchaga tiqib qo'ydi. Ba'lam tog'asi kelibdilar biz shopir. Ustajon. Ha, bo'ldimi? Qansa oqan o'zingnikin. Mana usta natijalari. Janjal qo'rayapti-ku. Xirmon yomon bo'lgan-ku sizga. Mana bitta dinozavr. Ha, trofey. Ham bir hamanga sadoking oqan. Ichmadim ha. Nima ichdim? Arqonda bo'lsa ham chiqish qiyin-ku buni. Ha, oqan sadoking. Bismillah. Barakasini bersin. 2 kunlik natija. Janjali. Tamam gitmoy chiqdi, Abdullaga gitmoy chiqdi. 2 kilo shunaqa sazanlar bor. 1 kilo, 1,5 kilo. Ana sazanni, ana o'yirgan biz baliqlarni oldik. Neydi? Hammasini yoniga Hadi, qo'yib. boshqachami? Kirib ketgan oldilar. Hozir oyog'i bilan olib chiqdik. Sudra. Короче, shunday natijalar bo'ldi. Hormonlar yig'di, endi ketamiz biz. 48 soat yerda ov qildik. Mana. O natijalar shu bo'ldi. Tak. Trofey sazanlar bor mana. Ikkita 2 kiloli, bitta 3 kiloli. Nima sazanmay boshladi? Mana amur. Ana o. Mana chama-chamaga. Mana qo'ygan. Mana sazanlar 2 kilo, 2,5 kilo, 3 kilo. Shunaqa. Hormon o'tgan. Ikki paytni ko'rsaydi. Trofeydan. Qarmodi yig'madi degani hali u tugamadi degan. Shunda ikkita urib qolsa yana. Ha, sazan jonda. Ha, ko'tarqa, mana ikkita amur bilan. Mana. Sarlavhaga. Hey, ana. Shu natijalar bo'ldi. Yo'q, 21 mi 19 kilo edi. Endi 19 kechqurun kilo deydi. 48 soat bo'ldi toshna. Bilmayman necha kilo tortganimiz yo'q. Shu baliq bo'ldi. Bitta o'lib qo'ygan laqqa bor, yo marzelkada turibdi. Syomkaga tushgan va 2,5 kilo. Laqqa. Qanday bo'ldi endi? O'sha adrenalinga bo'y bo'ldi. Udor bo'ldi. Mazza qildi. Itda kim kelsa beka mazza qilar. Karmit bo'lgan joy. Filinglar, shulinglar, mazza qilinglar. Mana yig'oramizmi bundan? Ha, yig'amiz, ketamiz.